Barchaga salom bolalar. Mana ismim Kompot va mana video roligimga xush kelibsizlar. Qisqasi mana ko'rib turganingizdek, mana bu yerda 4 ta lazer chiqib turibdi. Bu yer qayer va qayerga kelib qolding deydiganlar bo'lsa, hozir aniqlik kiritib beraman sizlarga. Ya'ni mana bu yerga kelib qoldim. Tushunmadim. Men qishlog'imdan adashib qoldim-da, obunachilar qisqasi. Lekin adashib qolganimdan qat'iy nazar, men sizlarga mana shu qishloqni ko'rsatishga qaror qildim. Buni qaranglar. Qanaqadir temirli qishloq ekan. Hozir mana bu qishloqdagi narsalarni ko'rsatib beraman qisqasi obunachilar. Sizlarga oppa yaxshi oyog'imni sal qilib sindirib qo'yardim. Mayli nima bo'lganda ham. Xo'sh yaxshi. Bo'lmasa hozir kirib ko'rib chiqamiz. Agarda ruxsat qo'yishsa, ruxsat qo'yishmasa ham obunachilar ilojini topib beraman sizlar uchun. Men qaranglar. Bu yer menimcha qamoqxona bo'lsa kerak. Men qaranglar, bu yerda politsiya mashinalari va qanaqadir anular bor ekan. Panjaralar bor ekan. Panjaralarda menimcha ko'pincha shu qamoqxonalarda qo'yiladi deb o'ylayman obunachilar. Politsiya deb yozilgan ekan. Mana bu yerda askarlar turgan ekan. Mayli, hozir ulardan so'rab ko'ramiz. Men blogerman, qarochi kirsam bo'ladimi deb qisasi mayli. Xo'sh, yaxshi. Voy, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Va alaykum assalom. Aysan, davay tez orqaga qayt. Hop, uzr. Nima bo'ladi? Kirsam bo'ladimi? Men mana shu yerga, qarochi men blogerman, sizlarni ko'rsatmoqchiman, sizlarni ishlayotganlaringizda. Yo, mumkin emas. Tushunyapsanmi? Bu yer qamoqxona hisoblanadi. Xo'p, mayli, agarda qamoqxona hisoblansa, qamoqxonalarni obzor qilib beraman lekin. Yo'q, aqldan ozganmisan? Yana bir marta hozir yaqinlashsang, o'q uzaman, tushunyapsanmi? Yo'q, uzr, bo'ldi. O'q uzishinglar umuman kerak emas. Men o'q nima qilasizlar? Davay tezroq ortga qayt. Biz sen bilan valaqlashib o'tirishga umuman vaqtimiz yo'q. Xo'p, mayli, bo'ldi. Otmang, meni otish bo'ldi. Qaytamiz bo'lmasa. Obunachilar bular ruxsat qo'ymayapti-ku. Ko'p gapirmasdan davay ortga qayt. Xo'p, mayli, bo'ldi. Ketyapman. Obunachilar hozir ilojisini topmasak umuman bo'lmaydi. Buni qaranglar, bular umuman ruxsat qo'yishmayapti bizga. Bizga umuman ruxsat qo'yishmayapti mana bu yerga kirgani. Xo'sh. Nimadir ilojisini topishimiz kerak obunachilar. To'xtanglar. Menga zo'r fikr keldi. Men hozir qamoqxona kiyimida kelaman. Ko'rasizlar, juda ham zo'r. Bularni aldab, qarochi kirib ketamiz va sizlarga bu qamoqxonaning ichini, juda ham katta qamoqxonaning ichini ko'rsatib beraman sizlarga. Mayli, sizlar ungacha obuna va like tugmasini bosishni unutmanglar obunachilar. Okey, bo'ldi. Bo'lmasa men ketdim, o'zimni qamoqxona kiyimimni kiygani. Mayli, bo'lmasa obunachilar biz hozir ko'rsatib qo'yaman men bu politsiyachilarga hali. Mayli. Xo'p, obunachilar, mana ko'rishingiz mumkin. Men hozir mana bu qamoqxona kiyimini kiyib keldim. Obunachilar juda ham zo'r deb o'ylayman. Endi qaranglar, chotki anovimiz bor obunachilar. Aytsam bo'ladimi? Rejam bor. Kirish bo'yicha. Hozir asta kiramiz-da. Yaxshi. Mayli, mazza qilib aylanib keldim. Kirsam bo'ladimi? Men aylanib kelayotgandim. Sen nimaga bu tashqarida yuribsan? Tushunmadim men senga. Menga aytishuvdiki, tashqariga aylanib birdan kelaverdi-yu-da, tushunyapsizmi? Hay, bilasanmi, bu tashqariga chiqib ketish, qamoqxonadan qochib ketish, sanakka anonga tashlab qo'yamiz, tushunyapsanmi? Mana bu chuqurlikka. O'zimizda qamoqxonamizda shunaqa bor. Rostami? Yo'q, men bo'lib kiraman. Davay tezroq kir. Bo'ldi. Uzr. Yaqinlashma eshikka. Xo'p, bo'ladi. Obunachilar, mana kirib oldik. Bularni aldab kirib oldik. Ajoyib obunachilar. Qani qishloqda hozir ko'rib chiqmasak umuman bo'lmaydi obunachilar. Qani bu yerda qanaqa anolar bor ekan, narsalar bor ekan. Menga juda ham qiziqdi obunachilar, to'g'rimi? Albatta, to'g'ri. Hoppa, mayli. Bu yerda juda ham ko'p kameralar bor ekan. Nima uchun buncha ko'p kameralar bilmadim, lekin bular menimcha xavfsizlik uchun bo'lsa kerak obunachilar. Mayli. Bu yerda kimlar bor ekan? Bu yerda juda ham xavfli odam bo'lsa kerak. Mayli. Xo'p, bu yerda Oh my god, bola, bu juda ham xavfli yer ekan-ku. Bu yerda bironta narasheniya qilib qo'ysak, ketdi-da, qarochi. Nima edi? Yomon ish qilib qo'ysak. Okey, bu yerda 6-7 maniki 3-anovi obunachilar. 3-kamera. 3-kamerani qani bitta ko'raylikchi. Xo'p, bu yerda okey, 2, bu yerda 4. 4 ekanmi bizniki? 3mi, 4mi? Tushunmadim. 4. Qaranglar xunukligini. Oh my god, buni qaranglar, vobshe xunuk. Mayli, bu qulaysizligini qaranglar, eskiligini. Va bu tualetcha, bu yerda qo'llayamiz, qarochi shunaqa narsalar. Oh my god, juda ham yomon ekan-ku bu yer. Endi yomon emas-ku, lekin nimaga yomon emas? Yomon obunachilar, qaranglar, bu yerda tar zar bo'ladi obunachilar bu yerda. Okey, mayli, nima bo'lganda mana shunday qilib yopib qo'yamiz. Xo'p, yaxshi. 3-chi, oppanya.
Mana bizniki 3-obunachilar. 3-juda ham chiroyli. Ikki musorlagan. Qaranglar, bu bir вообще musor. Bu yerda yotadigan narsa ham yo'q ekan. Normalniy. Xo'p, bu yerlarda-chi, bu yer oddiy suv. Okey, bu yerda esa bu yer nazorat xonasi bo'lsa kerak. Qana. Xo'p, yaxshi. Bu yerda oppa, normalniy. Bu yerda nimalar bor ekan? Oho, uy, kamera bor ekan, kamera. Uy, tezroq chiqamiz. Hozir bizdan ko'rib qolib yo'q qo'yarmasin deb davom etishni. Okey. Xo'p, ana endi nimani ko'rsam ekan? Bu yerda omborxona bo'lsa kerak bu yer. Ha, to'g'rimi? Albatta. Bo'ldi. Aytganimdek omborxona bor ekan bu yerda. Kalit kerak ekan omborxonani ochish uchun. Normalniy. Oy, bu yerda politsiya bor ekan, obunachilar. Politsiyadan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Kameralar juda ko'p. Nima desam bo'ladi? Juda ham yaxshi, bir tomondan yaxshi. Bir tomondan bilmadim, yaxshimi yo'qmi, obunachilar. Oh my god. Bu yerda bu yerda kameralarni, короче, boshqarib turadigan yer bor ekan. Ha, buni qaranglar. Bu yerda kameralarni boshqaradigan yer bor ekan, kompyuterlar bor ekan, короче, yana hokazo. Bu yerda esa nima bor ekan? Bu yerda, короче, kutubxona ekan bu yer, obunachilar. Hoppa, normalniy. Agarda bu yer kutubxona bo'lsa, yaxshi. Hop. Ana endi obunachilar, bizlar nima qilamiz? Ketamizda ana endi o'zimizni netsam bo'ladi, qishlog'imizga. Xuddi shunaqa intervyu oluvdim, ya'ni shunaqa qishlog'iga kirgandim, lekin boshqacha qishloqqa. U bir deyarli 8 million prosmotr yig'ganda obunachilar, tushunyapsizlar? Mayli, bo'lmasa ketdim. Voy, chiqarib yuboringlar. Tezroq orqaga qayt. Men qayerdan ko'ryapsizlar? Mana bu kameradan ko'ryapmiz. Chiqishing mumkin emas, tushunyapsanmi? Sen hali muddating tugagani yo'q. Nima? Masalan, aldavdim. Men boyaki blogerman, короче, mana shu intervyuga, короче, men shularni obzor qilgani kiruvdim. Sizlarni aldab, tushunyapsizlarmi? Meni chiqarib yuboringlar. Yo'q. Seni chiqarib yubormaymiz, tushunyapsanmi? Agarda yana bir qadam yaqinlashsang, ko'rsatib qo'yaman senga. O'qizamiz, tushunyapsanmi? O'qizib nima qilasizlar? Senga hali 27 yil bor. Seni hali muddating tugagani yo'q. 27 yil yo'q, kalalar joydan 27 yil qanday yashayman? Meni chiqarib yuboringlar. Bo'ldi, ana endi xosdan qo'lga olamiz. Bo'ldi, uzr. Bo'ldi. 30 yil, 40 yil, 100 yil bo'lsa ham yashayveraman. Obunachilar, buni qaranglar. Meni chiqarib yuborishmayapti. Voy, aytdim o'zi shunaqa. Shunaqa joylarga o'zi burunlarni tiqish, shunaqa kirish mumkin emas, obunachilar, ko'ryapsizlarmi? Oh my god, hozir nima qilsam ekan endi? Obunachilar, juda ham yomon bo'lmoqda-ku, meni chiqarib yubormayapti. Mana ana u qamoqxonada, короче, mahbus deb o'ylayapti, tushunyapsizlarmi? Xo'p, qanaqadir qilib chiqib ketish yo'lini topishim kerak edi, to'g'rimi, obunachilar? Ha. Agarda topmasam juda ham yomon bo'ladi, to'g'risi ham-da. Xo'sh, mayli, bo'lmasa hozir bir nima qilib ilojisini topishim kerak. Qanday qilib ilojisini topsam ekan, shuni o'ylayapman-da, obunachilar, men ham. Juda ham hayronman, qaranglar, lazerlarning kattaligini qaranglar. Bu yerdan chiqib ketish amri mahol. Atak mana bu tomon anchagina tepalik va bu yerdan chiqib ketish mening ehtimoli menimcha yaxshi katta bo'lsa kerak, obunachilar, qaranglar. Ha, qaranglar, chiqib ketishga ham urinyapti menimcha men bular birgalikda. Biz chiqib ketishga uringanimiz yo'q. Bo'ldi, uzr. Mana obunachilar, ko'rishinglar mumkin. Normalniy, bu yerlarda nima bor ekan? Xo'p, bu yerlarda, yaxshi, chiqib ketishim kerak-da. Sen chiqib ketmoqchi bo'lyapsanmi? Biz senga yordam beramiz, tushunyapsanmi? Yordam berasizlar? Qanday qilib yordam berasizlar? Faqat yordam berishimizdan oldin sen mana bu bizlarni chuqurlikdan chiqarishing kerak, tushunyapsanmi? Keyin biz senga omborxonaning kalitini beramiz va u yerda juda ham zo'r narsalar bor, qochib ketishing mumkin bo'ladi. Ha, lekin men bu yerda mahbus emasman. Endi kech, bu yerda seni endi chiqarib yuborishmaydi. Sen endi turishing kerak o'zingni muddatinggacha. Ha, to'g'ri aytyapsiz lekin. Mayli, bo'lmasa sizlarni chiqarib yuboraman va sizlar menga o'sha yordam berasizlar, bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Mana bu boshqa gap. Sen oldin bizga yordam ber. Narvonni qurishing kerak, tushunyapsanmi? Короче, u narvon esa mana bu yonimizdagi uyda bo'lishi kerak. Ha, yonimdagi uyga, bo'ldi, tushundim. Siz aytgandek qilaman, janob qishloqqa. Obunachilar, qaranglar, xo'p, yonimizdagi uy dedi. To'xtanglar, birinchi o'rinda kamerani o'chirishimiz kerak. Xo'sh. Ha, to'g'ri, lekin bilmadim, hozir men qochib ketishdan oldin kameralarni o'chirishim kerak. Obunachilar, agarda o'chirmasam, meni bular bilib qolishadi va meni, короче, shunaqa gaplarda obunachilar, shunaqa kichik babalar bo'ladi. Xo'p, yaxshi, ana endi, oh my god. Xo'p, qanday qilib o'chirsam bo'lar ekan? To'xtanglar, qaysi knopka? Mana bu yerda kameralarni o'chirish degan knopka bor ekan. Hoppa, normalniy. Ana endi o'chirdim. Mana endi qani sinab ko'ramiz. Xo'p, mana bu kameraga. Voy, men kamerani sindirmoqchiman. Sindirdim mana bularni ham, oynalarni. Qanday?
Mana hech kim ko'rmayapti. Xo'p, to'xtanglar. Birorta jiddiyroq narsa qilamiz. Mana hamma polizni, короче, yo'q qilyapman, buzib tashlayapman. Hech kim indamayapti-ku. Xo'sh, to'xtanglar. Bu yerda anavi qo'riqchilar qarab o'tiribdi-ku. Bu yerdagi buzmaymiz yana. Meni otib tashlashmasin. Okay, normalniy. Xo'p, to'xtanglar. Bo'lmasa qayerda sinab ko'rsam ekan? To'xtanglar, bu yerda ham nimada qo'riqchilar bor ekan. Qo'riqchilar menga qarab qolsa, hammasi tamom bo'ladi, obunachilar. Xo'sh. Kameralarni anavi qildim. Nima edi? Zarrarsizlantirdim. Xo'sh, ana endi mana bu yerga o'tamiz. Xo'p, men qochib ketmoqchiman, narvon qurmoqchiman. Mana bu yerdagi taxtani buzyapman. Hech kim menga indaydimi? Mayli, hech kim indamayapti. Ana endi buni buzib, ana endi bu yerdan surishim kerak. Ana endi hozir birinchi o'rinda men nima desam bo'ladi? Ana u topishim kerak, obunachilar. Versak topishim kerak. Lekin atak mana shunday narvon qurib, o'zim chiqib ketsam bo'ladi mana shu narvon. Yo'q, chiqib ketib bo'lmas ekan, obunachilar. Bu yerga qurib bo'lmaydi, chunki lazerlar bor va mana bu yerda to'siqlar bor. To'g'ri. Menga yordami kerak ularni yordamisiz umuman chiqib ketib bo'lmaydi-ku, obunachilar. Ha, to'g'ri. Bo'lmasa birinchi o'rinda o'zim verstak topishim kerak. Lekin verstak qayerda? Bo'ldi, o'zim qurib tashlayman verstakni. Hozir topib unaqa muammo yoki ortiqcha ishlar umuman kerak emas, obunachilar menga. Xo'p, ana endi mana shunday qilib birinchi cho'pchalarni qurib olamiz-da. Ana endi yaxshi. Mana shunday qilib hammasini mana shunday qilib qo'yib chiqaman-da. Narvonni quramiz, oppa, yaxshi. 3 ta narvon, yana 6 ta narvon. Ana endi hozir 9 ta narvon qilamiz, oppa. Normalniy, menda 9 ta narvon bor. Ana endi ularni qishloqlarni chuqurlikdan chiqarishim kerak. Hoy, qishloqlar chuqurlikdan hozir chiqaraman sizlarni. O, yaxshi. Davay, normalniy. Okay, bo'ldi jigar, normalniy. Oppa, normalniy bularni ham quramiz, oppa, oxirgisi va ana yaxshi. Yaxshi, bizga yordam berganing uchun ana endi senga bizga va'da berganimizdek narsalar. O, yaxshi. Olmosli qilichmi? Ha. Короче, bo'ldi, senga boshqa yordam bera olmaymiz. Qochmoqchi bo'lsang, omad senga. Bo'ldi, rahmat senga. Senga ham rahmat, короче, o'zimga ham rahmat. Ana endi skladni, короче, nima edi, omborxonani kalitida obunachilar. Xo'p, menimcha mana bu yerga kiraman-da. Ana endi mana bu omborxonaning kalitini ochaman-da. Yaxshi. Voy, sanma, yo'q qoling. Mana bu yerda o'tirgan ekan. Yes, sanma. Mana bu yerda o'tiribdi ekan, obunachilar. Ehtiyot bo'lishimiz kerak bulardan. Qo'riqchini yo'q qilib qo'ydim-ku, juda ham yomon. Mana bularni olamiz, obunachilar. Mana bu bombochkalarni olamiz, kerak bo'lib qoladi, obunachilar. Bularni ham olamiz va bularni ham olamiz, obunachilar. Normalni endi bu yerdan surib olishimiz kerak, obunachilar. Hoppa, normalni. Ana endi bizda pistoletlar bor. Pistoletlar bilan o'zimizni himoya qilishimiz kerak, obunachilar. To'g'ri tushuninglar. Okay, normalni. Hoppa, mana bu yerga endi mana bu bombardilo krokodilo qilib tashlaymiz, obunachilar. Bitta mana shu u bilan bitta bombardilo krokodilo qilib tashlaymiz, obunachilar. Mayli, nima bo'lganda ham obunachilar. Xo'sh, yaxshi. Ana endi mana shuni hozir necha sekundga qo'ysam ekan, to'xtanglar, 7 radiusga qilamiz-da. Hoppa, obunachilar, juda ham portlasa ham juda ham yomon katta portlasa kerak, obunachilar. Normalni. Xo'sh, yaxshi. Ana endi obunachilar, mana bu yerdan qochishimiz kerak. Qochib ketdi. Qochib ketdi, albatta qochib ketadi. Normalniy, davay, tezroq bularni portlatib tashlash kerak. Normal. Obunachilar, qochib ketganim menimcha yaxshi bo'ldi-da, obunachilar. Ana endi mana bu yerda o'tirishim kerak, kiyimimni almashtirib tashlashim kerak, obunachilar. Bu yerdan surib olmasam, meni ushlashsa juda ham yomon bo'ladi, obunachilar. Mayli. Xayr, barchaga bugun sizlar bilan yana kompot bo'ldim. Kelasi videorolikda ko'rishguncha xayr, qochib ketsam ko'rishamiz. Xayr.